Hammaga salom, my dear subscribers. Bugungi mavzuyimiz passive pronouns, ya'ni egalik olmoshlari. Keling, darsni boshlashimizdan oldin Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va u yerda juda kerakli ma'lumotlar ham bor. Passiv bu nima? Passiv bu egalik, tegishlilik degani. A pronouns esa olmoshlar. Buni biz bilamiz. Ammo ko'pchilik holatlarda passive pronouns hamda personal pronounsda adashamiz. Keling bu muammoga yechim topamiz. Egalik olmoshlarini tushunish uchun avvalo biz kishilik olmoshlarini tushunishimiz kerak. Kishilik olmoshlarini tushuntirib berishim uchun albatta aktivni yaxshi qilib bersangiz, yaqinda Xudo xohlasa personal pronouns ham chiqadi. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak, kishilik olmoshlardan keyin ega hamda fe'l keladi. Egalik olmoshlarda esa otni o'zi keladi. Xo'p, buni endi misollar bilan ko'rsak. Men, my meaning. My car meaning mashinam. My book meaning kitobim. My mother meaning onam. You, siz, sen, your, sening, sizning. Your school, sizning maktabingiz. Your brother, sening akang. Your house, sening uying. He, u, o'g'il bolaga nisbatan. His, uning. His car, uning mashinasi. His sister, uning opasi. His friend, uning do'sti. She, u, qiz bolaga nisbatan ishlatganimizda her, uning. Her cat, uning mushugi. Her book, uning kitobi. Her computer, uning kompyuteri. It, u, narsalarga nisbatan ishlatganimizda hamda jonli narsalarga nisbatan. It's, uning. Masalan, maktabimning eshigi. It's door. Good job, guys. Endi davom etamiz. We, biz. Our, bizning, ya'ni bizning. Our house, bizning uyimiz. Our garden, bizning bog'imiz. Our people, bizning odamlarimiz. Your, sizning, sizlarning. Your book, sizlarning kitobingiz. Your food, sizlarning ovqatingiz. Your apples, sizlarning olmalaringiz. They, ular. Their, ularning. Their friends, ularning do'stlari. Their house, ularning uyi. Their book, ularning kitobi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing hamda do'stlaringizga tarqating. Agar sizni qiziqtirgan mavzu bo'lsa, donat qiling hamda menga